Assalomu alaykum. Chet ellik investorlar va xorijiy kompaniyalarning O'zbekistonda faoliyat yuritishi uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Ularning buzilgan huquqlari qay tartibda tiklanadi? Mahalliy tadbirkorlar va xorijiy investorlarning maqomi qanchalik teng? Bugun saylgohda shu va shu kabi savollarga javob olamiz. Albatta buning uchun mutaxassislarni taklif etganmiz. Demak, Raqobat qo'mitasi mas'ul xodimi Dilmurod Botirov, Toshkent shahar sudining iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Allomaxon Mamirova hamda bosh prokuratura boshqarma prokurori Mahmudjon Tarbiyeshev bugun biz bilan birga. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. So'nggi yillarda O'zbekistonning iqtisodiy salohiyati o'sib borishi barobarida mamlakatimizga kirayotgan xorijiy investorlarning ham soni ortib, ularning faoliyat qamrovi kengayib bormoqda. Aytingchi, bu jarayonda mahalliy aholi va chet el fuqarolari uchun qonun oldida tenglik prinsipi amalda qanday ta'minlanadi? Shundan boshlasak. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 19-moddada bu to'g'risida aniq yozilgan. Mahalliy aholi bilan xorijiy fuqarolarning huquqlari tengdirlar. Dini, irqi, millatdan kelishidan qat'iy nazar teng hisoblanadi va ularning O'zbekiston Respublikasi sharoitida tadbirkor faoliyatini amalga oshirishda qonunchilikda birontasiga ortiqcha ustunlik yo'q. Bir xil amalga oshiriladi hammasi. Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan bo'lsa, ular huquqlari ham bir xilda himoya qilinadi. Raqobat nuqtai nazaridan gapimni boshida aytib o'tmoqchiman. Asosan Raqobat qo'mitasi faoliyati ikki qismga deb oladigan bo'lsa, bittasi raqobat nuqtai nazaridan, ya'ni iqtisodiyotda shaffof raqobat muhitini amalga yaratish, hammaga teng shart-sharoitlarni qilish bo'yicha raqobat qonunchiligini, ya'ni xo'jalik yurt subyektlari o'rtasida raqobat qonunchiligiga muvofiq raqobat qonunchiligi asosida faoliyat yuritishini ta'minlashdan iborat bo'lsa, ikkinchi qismi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qismi. Shuning uchun birinchi fikrimni raqobat to'g'risidagi qonunchilikda aytadigan bo'lsak, shu prezidentimiz boshchiliklarida olib borayotgan islohotlarning natijasida dastlab bizda eng katta yutug'imiz raqobat to'g'risidagi qonunimiz 2023-yilda yangi tahrirda qabul qilindi. Ushbu qonunda asosan shu iqtisodiyotda teng raqobat sharoitini yaratish, iqtisodiyotni liberallashtirish, hammaga teng bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha kerakli mexanizmlar qonunda yoritib berildi. Bizning raqobat to'g'risidagi qonunimizda, O'zbekiston Respublikasining raqobat to'g'risidagi qonunida xorijiy korxonalarga, o'zimizning mahalliy korxonalarga hammasiga teng adolatli raqobat muhiti yaratilish va ularga teng raqobatni tartib-taomillari qo'llanilishi nazarda tutilgan. Endi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, demak, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunimiz bor. Bu qonunimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi hududidagi barcha fuqarolar o'zining shaxsiy ehtiyoji uchun xarid qilganda, mahsulotni, tovarni sotib olganda yoki ish xizmatlaridan foydalanganda, tadbirkorlik faoliyatini ko'zlamagan holatda shaxsiy ehtiyoj uchun, demak, foydalanganda, ular huquqi buzilganda bevosita o'zlarining huquqlaridan foydalanib, vakolatli davlat organlariga, shu jumladan raqobatni rivojlantirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga ham murojaat qilish huquqiga ega. Yuqoridagi hamkasbimiz aytgandek, men qo'shib o'tmoqchimanki, raqobat to'g'risidagi qonunda ham, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunda ham tadbirkorlik subyektlariga, ham iste'molchilarga teng shart-sharoitlar yaratilgan. Aynan mana shu teng shart-sharoitlar yaratish barobarida baribir ularning faoliyatini tartibga soluvchi asosiy qonunchilik talablari ham mavjud, tabiiyki. Mana shular haqida ham gaplashaylik. Mana bizda asosan qonunchiligimizda eng asosiy muhim jihatlardan biri shu raqobatli sharoitda korxonalarimiz iqtisodiy faoliyatini amalga oshirayotganda boshqa xo'jalik yurt subyektlarga zarar yetkazmagan holatda o'zaro halol, adolatli musobaqalash jarayoni nazarda tutilishi kerak. Shu nuqtai nazardan bizda raqobat to'g'risidagi qonunimizda qanday holatlarda raqobatni cheklanishi, ya'ni bu bizning qonunimizda insofsiz raqobat deb atama bor. Insofsiz raqobatda, demak, bu xorijiy korxona bo'ladimi, u mahalliy korxona bo'ladimi, demak, o'zining iqtisodiy faoliyatini amalga oshirayotgan jarayonda boshqa raqobatchilari huquqini cheklamagan holatda, ularga zarar yetkazmagan holatda, qonunga bo'ysungan holatda amalga oshirish bo'yicha talablar belgilangan, demak, xo'jalik yurt subyektlarimizga nisbatan. Shuning uchun ular bu albatta raqobat to'g'risidagi qonun o'sha yangi qabul qilingan deb aytdim. Bu yerda alohida moddalar bilan insofsiz raqobat to'g'risida, yana shu jumladan savdolar jarayonida ishtirok etish jarayonida, shu bilan birgalikda ustun mavqega ega deb yuritamiz. Ya'ni bizda monopolist, xalq tilida aytganda monopolist korxonalar deymiz. Ya'ni bu bizda shu tabiiy monopoliya subyektlari bor, elektr energiyasi, bu butun dunyoda bor, misol uchun ichimlik suvi,
tabiiy gaz yetkazib berish, temir yo'l xizmatlari kabi uni raqobatchini yaratish imkoni iqtisodiy jihatdan mumkin bo'lmagan sohalar bor. Shu sohalarda yurayotgan korxonalari barcha qolgan xizmat ko'rsatadigan aholiga, tadbirkorlik subyektlariga qanday tartibda xizmat qilish kerak, qanday qonunchilik talablariga ular tabiiy monopoliya subyektlari yoki monopolist korxonalar tomonidan qanday tartibda qonunchilik amal qilish bo'yicha barcha mexanizmlar qonunimizda va shu jumladan shu raqobat to'g'risidagi qonun qabul qilingandan keyin ko'plab qonun osti hujjatlarimiz qabul qilingan. Bu yerda ularning huquq va majburiyatlari aniq ko'rsatib qo'yilgan. Biz shularga asosan men buni nimaga aytib o'tyapman? Shu bizni xorijiy korxonalarimiz albatta O'zbekistonga kelib faoliyatini yuritayotganda bevosita ular elektr energiya bilan bog'liq muammolarga duch kelishi mumkin. Tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolarga duch kelishi mumkin. Shunday holatlarda bularni huquqini himoya qilish qonunimiz bilan ko'rsatib kafolatlanib qo'yilgan. Mana shu raqobat to'g'risidagi qonunchilikni buzgan deylik subyektlarga nisbatan qanday choralar qo'llaniladi? Bundan oldingi fikrimda aytib o'tdim. Bizning korxonalarimiz raqobat to'g'risidagi qonunga asosan, misol uchun toifalangan deb ataylik. Misol uchun tabiiy monopoliya subyektlari bor, monopolist korxonalar bor, misol uchun ustun muzokara kuchiga ega yoki ustun mavqega ega korxonalarimiz bor. Endi agar bizning xorijiy korxonalarimiz yoki kichik tadbirkorlik subyektlarimiz qaysidir faoliyat turida shu yuqorida aytib o'tgan mavqega ega bo'lgan korxonalarimiz bilan, ya'ni muammolarga, ziddiyatlarga keladigan bo'lsa, misol uchun bizni qo'mitaga murojaat qiladigan bo'lsa, albatta buni biz xolisona har tomonlama ko'rib chiqamiz. Agar uni murojaatda keltirilgan holatlar qonunchilikda yuqorida aytib o'tdim, shu kabi korxonalarimizda majburiyatlari bor deb. Shu majburiyatlarni buzgan bo'lsa, bu yerda qo'mita tomonidan buni alohida ta'kidlab o'tish kerak. Xuddi sud mexanizmlari kabi ishlaydigan qo'mita va uning hududiy organlari qoshida tashkil etilgan maxsus komissiya bor. Bu yerda u kollegial organ hisoblanadi. Ya'ni boshqa davlat idoralaridan ham jalb qilish mumkin. 90 dan iborat maxsus komissiya bor. Bu komissiyalar shu murojaatni ko'rib chiqib, baho berib qonunchilik talablariga muvofiq ana shularni qonun buzish holatlarini bartaraf etib, shu murojaat qilgan xorijiy korxonalarimizni huquqlarini tiklab beriladi. Xorijiy kompaniyalar investorlarning buzilgan huquqlarini tiklash qanday amalga oshiriladi? Xorijiy korxonalar, tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan, ya'ni O'zbekiston qonunchiligiga asosan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab, demak, ular o'z huquqlarini O'zbekiston qonunchiligi va xalqaro qonunchilikka asosan huquqlarini tiklash masalalari sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, xorijiy kompaniyalarni investitsion nizolar, demak, ularni tovar belgisiga shartnomaviy nizolar, hammasi barchasi iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda ularning huquqlarini tiklash bu demak sudning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ya'ni tadbirkorlik subyektlarining O'zbekiston rezidenti bo'lishi va chet el rezidenti bo'lishi, norezident bo'lishidan qat'iy nazar huquqlari teng bo'lib O'zbekiston hududida va sud tizimi sohasida demak ularning huquqlari teng hisoblanadi va ularning huquqlari teng miqdorda ta'minlanadi va sud qarorlari asosida demak adolat tizimida demak ularni adolat nuqtai nazaridan ularning huquqlari tiklanadi. Demak, chet el fuqarolari bilan norezidentlari bilan bog'liq ishlarga nazar soladigan bo'lsak, demak bugungi kunda bunday ishlar iqtisodiy sudlar tomonidan iqtisodiy protsessual kodeksi asosida va boshqa qonun normalari asosida to'laqonli ko'rib chiqilmoqda, ijobiy hal qilinmoqda. Bu o'z o'rinda demak investorlarni O'zbekistonga bo'lgan demak ishonchini oshirish masalasi hamda demak O'zbekiston qonunchiligiga bo'lgan ishonchi masalasi demak yuqori miqyosda ekanligini ko'rsatib turibdi. Bugungi kunda demak agar mahalliy korxonalar, chet el korxonalari, ya'ni O'zbekiston hududida tegishli davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan korxonalar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni chet el korxonalari bo'ladigan bo'lsa, bular demak chet el sudlari arbitrajlarida ko'rib chiqiladi. Konvensiyalarga asosan demak bizda bu arbitraj sudlarining qarorlari tan olinadi va ijroga qaratiladi. Bu mexanizmlar demak avvaldan
bor mexanizmlar. O'zbekiston bu qonunchilikka demak amaliyotda bugungi kungacha demak qo'llab kelmoqda. Chet el fuqarolarini demak O'zbekiston hududida qandaydir chet el korxonalarining huquqlari buzilayotgan bo'lsa, ular davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa O'zbekiston hududida bu iqtisodiy sudlar tomonidan hal qilinadigan nizolat toifasiga kiradi. Amaliyotdan aytaylik, chet el kompaniyalari investorlarga nisbatan qanday insofsiz raqobat holatlari kuzatilyapti? Yuqorida aytib o'tganim kabi shu qo'mitaning asosiy funksiyalaridan bittasi shu insofsiz raqobatlarni oldini olish, raqobatga ta'sir qiluvchi salbiy omillarni bartaraf qilishdan iborat. Bizda insofsiz raqobat aytib o'tdik, shu ish muomalasi qoidasida qonunchilik talablariga zid holatda boshqa bir raqobatchisi bo'lgan xo'jalik yurituvchiga zarar yetkazgan holatda faoliyat olib borishi insofsiz raqobat deb e'tirof etilgan. Albatta bizda qo'mitaga murojaatlar bo'lgan. Mana misol uchun soha sifatida aytadigan bo'lsak, biologik faol qo'shimcha moddalar ishlab chiqaruvchi xorijiy korxonamiz buni demak asli mahsulotni men birinchilardan bo'lib O'zbekistonga olib kelib sotishni boshladim va mana bu qaysidir bitta raqobatchisini ko'rsatgan holatda bu korxona demak men olib kirgan narsadan mahsulotdan keyin olib kirgan va bu holatlarda u raqobatni cheklab, ya'ni misol uchun u birinchilardan bo'lib tovarni mendan kech olib kirgan bo'lsa ham tovarni narxlarini misol uchun demping qilib tushirgan holatda yoki tovar belgisidan noqonuniy foydalangan holatda sotyapti degan murojaatlar bo'lgan. Shu yerda bu murojaatlarni ko'rib chiqish jarayonimizda shu holat aniqlanganki, barchamizga ma'lum shu tovar belgisidan foydalanayotganda uni demak nafaqat ro'yxatda o'tkazganlik, O'zbekiston hududida shu tovarni ish muomalaga kiritganlik sanasi muhim hisoblanadi. Shu kabi keyslarni ko'rganimizda shu ariza bergan korxonani misol uchun vajlari to'g'ri bo'lib chiqqan va yuqorida aytib o'tganimdek qo'mitani tarkibida maxsus komissiya bor. O'sha qo'mita raisini buyrug'i bilan tasdiqlanadigan shu komissiya tomonidan ko'rib chiqib, bu yerda shu murojaat qanoatlantirilgan, ya'ni ikkalasi ham bu yerda xorijiy korxona bo'lgan, O'zbekistonga import sifatida olib kelayotgan mahsulot bo'yicha. Va bu yerda maxsus komissiyaning qarori qabul qilingandan keyin bu yerda ishtirokchilarning huquqi bor. Komissiyaning qarorini ustidan shikoyat qilishi mumkinligi, sudga belgilangan tartib yoki qo'mitaning o'zida apellyatsiya ko'rib chiqadigan kengash ham bor. Kengashga murojaat qilishi mumkin. Albatta bu qaror ustidan ular o'zining huquqidan foydalangan holatda sudlarga murojaat qilgan va bu holatda ham, ya'ni bu misollarimiz ham sudda ko'rib chiqilib, demak qo'mitaning qarorlari demak to'g'ri deb e'tirof etilgan. Xuddi shu kabi holatlar bizda shu misol uchun tibbiy buyumlar, dori vositalarini demak import qilib olib kelayotgan xorijiy korxonalarimizda ham xuddi shu kabi keyslarda biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu borada sud amaliyotida ham bir qancha holatlar kuzatilgan menimcha. To'g'ri aytasiz. Sud amaliyotida ham bu demak uchrab turadigan holatlar. Aniq keys aytadigan bo'lsak, bu xorijiy korxona o'zini demak tovar belgisini himoya qilish uchun sudga murojaat qilgan. Demak mahalliy korxona tomonidan tovar belgisi egasiga demak tegishli bo'lgan tovarlar boshqa xorijiy davlatdan olib kirilgan, lekin natijada demak xorijiy korxonani tovarga bo'lgan huquqi tiklangan, juda katta bo'lgan miqdordagi zararlari qoplangan, ularni demak huquqlari tiklangan va sud tomonidan bu haqida qaror chiqarilgan. Qarorga bo'lgan e'tiroflarini shunaqa holat bo'lganki, qarorga bo'lgan e'tiroflarini shu televideniya orqali, ommaviy axborot vositalari orqali, YouTube kanallarida o'z minnatdorchiliklarini bildirib ketganlar. Suhbatimiz so'ngida keling, xorijlik investorlarga O'zbekistondagi raqobat muhitining ochiqligini ko'rsatish, erkin va qonuniy faoliyat yuritish va umuman investitsion muhitni yaxshilash yo'lida nimalar qilinyapti, qanday ijobiy o'zgarishlar, yangiliklar bo'lyapti, shular haqida ma'lumot bering. Juda ham o'rinli, yaxshi savol bo'ldi. Avvallari bizda shu iqtisodiyotimizda endi bilasiz, mustaqillik dastlabki yillardan boshlab davlatni iqtisodiyotdagi ishtiroki juda yuqori bo'lgan. Deyarli hamma korxonalar davlat ishtirokidagi korxonalar bo'lgan. Hozir mana bosqichma-bosqich xususiylashtirish jarayonlari va ularning xususiy sektorga o'tishi va xususiy sektor korxonalarini tashkil qilib faoliyat yuritayotgan mahalliy tadbirkorlarimiz bor. Qolaversa chet eldan shu investitsiya kiritaman deb kelgan xorijiy investorlarimiz bor. Shu korxonalarni demak qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyotda xususiy sektorning ulushini oshirish maqsadida juda ham ko'p islohotlar amalga oshirilyapti. Misol uchun qo'mitani faoliyatida aytadigan bo'lsak,
biz shu doimo biz normativ huquqiy hujjatlarni nima deydi o'rganib boramiz. Ya'ni bizda ikki xil usuli bor, ex ante, ex post degan usullarimiz bor. Shu normativ huquqiy hujjatlarimizda raqobatni cheklovchi nima deydi tartiblar, mexanizmlar ketib qolgan bo'lsa, shularni demak biz xulosasini qilib belgilangan tartibda vakolatli organga, Adliya vazirligiga, misol uchun prokuratura bilan hamkorlikda yoki Vazirlar Mahkamasiga yoki qaysi bir vazirlikning o'zini demak qabul qilgan hujjatlari bo'lsa, ularni o'ziga shuni raqobatni cheklaydigan bu yerda mana shunaqa omilni ko'ryapmiz biz. Shuni bartaraf qilish bo'yicha, chora ko'rish bo'yicha biz o'zimizning xulosalarimizni beramiz. Buni oqibatida bilasizmi, hozir nima bo'ldi? 30 dan ortiq sohalarda raqobatni teng sharoitni yaratish maqsadida shu normativ hujjatlarda belgilangan ayrim raqobatni cheklovchi tartib-taomillarimizni bekor qilishga erishdik. Buni oqibatida shu ko'plab sohalarda mana hammamizga ma'lum, iste'molchilarimizga ma'lum qolaversa, mana shu xonadonlarimizda turgan qiyoslov uchotchiklari, misol uchun suv, kommunal sohadagi qiyoslov uchotchiklarimiz bor, ayniqsa tadbirkorlik subyektlarida. Ularda avvallari demak o'sha go'standart deb qo'yamiz, shu tashkilot tomonidan qilingan bo'lsa, bugungi kunda qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib, buni demak tegishli akkreditatsiyadan o'tgan tadbirkorlik subyektlari amalga oshiryapti. Bu sohada hozir 20 ga yaqin tadbirkorliklar bor. Bundan tashqari mana hammamiz bilamiz, agar pul o'tkazmalarini avvallari oldin faqat bankda amalga oshirilgan bo'lsa, hozir mana bankka raqobatchi sifatida to'lov tizim tashkilotlari tashkil topdi. Hech kim hozir bankka bormagan holatda joyida o'tirganda, demak, mobil prilojenelardan foydalangan holatda, qo'l telefonda prilojenelardan foydalanib, ilovalardan tegishli joyga qisqa muddatda pullarni o'tkazyapti. Bular ham hammasi olib borilayotgan islohotlar va normativ hujjatlardagi raqobatga oid holatlarni bekor qilish. Yana bitta asosiy masala, mana xabaringlar bor, shu mustaqillikning dastlabki yillarida bizda aviakompaniyamiz bitta bo'lgan. Demak, hozir mana shu bizda olib borilayotgan islohotlar natijasida ochiq osmon siyosati ketyapti. O'zimizda 10 ga yaqin hozir rezident kompaniyalarimiz, ya'ni samolyotlar orqali iste'molchilarga xizmat ko'rsatayotgan rezident kompaniyalarimiz. Bundan tashqari yana o'sha yuzlab xorijiy korxonalar bemalol O'zbekistonda samolyotlarda uchib aholiga xizmat ko'rsatyapti. Bu ham shu raqobatda ochiq bo'layotganligini yana bir namunasi, ifodasi sifatida e'tirof etilgan. Yana bir narsa, eng muhim jihati shuki, bizda shu qaysidir faoliyat turini yoki tovarni ishlab chiqarishi yoki ana shu tovarni xarid qilish jarayonida kimlargadir imtiyoz berilgan avvallari. Buni eksklyuziv huquq deb ataymiz qonunchilik tili bilan. Shu eksklyuziv huquqlarni demak berilish bo'yicha ham va buni tartibga solish bo'yicha ham alohida e'tibor qaratildi. Shu 25-yilda prezidentimizning 35-sonli farmonlari qabul qilingan va unda aniq mexanizmlar belgilab berildi. Shu bilan birgalikda bizni raqobat to'g'risidagi qonunimizda ham aytib o'tdik. Yakka tartibda xo'jalik yurti subyektlariga eksklyuziv huquqlari, davlat ko'magini berish taqiqlanadi deb qonunda yozib qo'ygan. Xuddi shu tartib-tamoyil prezidentimizning farmonimizda ham ko'rsatildi. Endi bu yakka tartibda xo'jalik yurti subyektlariga emas, endi sohaga beradi. Misol uchun qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish bo'yicha kim qishloq xo'jaligi sohasida ishlayotgan bo'lsa, bu eksklyuziv huquqdan, bu berilayotgan imtiyozdan barcha teng foydalanadi. Misol uchun u eksklyuziv huquqlar, berilayotgan davlat ko'maklari bu soliq turida bo'lishi mumkin, bojxona bojlaridan bo'lishi mumkin, imtiyozli kreditlardan foydalanish tartibida bo'lishi mumkin. Bular hammasi shu nimalarga berildi. Endi ko'proq bizda xorijiy korxonalarimizda investitsiyaning jozibadorligini jalb qilishda bu muhim ahamiyatga egada, shu qaysidir sohalarda investorlarga imtiyoz berish. Endi bu yerda nafaqat xorijiy investorlarga, bu teng mahalliy investorlarimizga ham, xorijiy investorlarimizga aynan sohaga va ko'pi bilan 3 yil muddatga belgilanishi ko'rsatib qo'yildi. Endi qo'mitaning yana bitta faoliyati bor. Bizda normativ huquqiy hujjatlar bilasiz, qabul qilinishdan oldin tashabbuskor vazirlik idoralar bor. Shular ishlab chiqargan normativ huquqiy hujjatlarni raqobatga ta'siri, qanday ta'siri, salbiymi, ijobiymi, shu nuqtai nazardan ham baholab boriladi. Bitta raqamni sizga aytib o'tmoqchiman. O'tgan 2025-yilda qo'mita tomonidan aynan ishlab chiqilgan normativ hujjatlari raqobatga ta'sirini baholash yuzasidan 1700 ga yaqin hujjatlar kelib tushgan bo'lsa, shu hujjatlarimizni 47% da raqobatni cheklashi mumkin bo'lgan takliflar kiritilgan. Shuni misol uchun qo'mita belgilangan tartibda buni ko'rib chiqib, o'zining xulosalarini bergan va bularning oldi olingan.
Shuning uchun bir narsani aytib o'tmoqchimizki, shu xorijiy tadbirkorlarni O'zbekistonga jalb qilish, O'zbekistonda investitsion jozibadorlikni oshirish borasida juda ham katta islohotlar amalga oshirilyapti. Mana barchamizning xabarimiz bor. Davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha topshiriq qo'yilgan va bu jadal suratlar bilan ketyapti. Aynan shu Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida tegishli vazirlik idoralaridan iborat ishchi guruh tuzilgan. Bu ishchi guruh ham amaldagi normativ huquq hujjatlarimizni Jahon savdo tashkilotlarining talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha ham ishlarda olib borilyapti. Albatta bu ishchi guruh tarkibida qo'mita ham bor. Bizga ma'lum bo'lishicha, shu ishchi guruh tomonidan bugungi kunda 190 ga yaqin normativ hujjatlar Jahon savdo tashkilotiga muvofiqlashtirilgan. Bu degani, demak, yana ham raqobatda hamma tomonga, ya'ni ikki tomonga, mahalliy tadbirkorlik, bu xorijiy tadbirkorlik uchun teng bo'lgan tartib tomonlari joriy qilish bo'yicha katta islohotlar olib borilayotganligidan dalolat beradi. Endi shu o'rinda bir narsani aytib o'tishni lozim topardim. Mana biz aytib o'tdik, raqobat nuqtai nazaridan adolatli, teng raqobat sharoitida tadbirkorlarning faoliyatini olib borilishini nazorat qiluvchi organ sifatida bizda ko'plab murojaatlar bo'ladi. Shuni men tadbirkorlarga aytgan bo'lardim. Shu imkon qadar o'zlarini murojaat qilayotganda aytgan keltirayotgan vajlarini dalillari bilan, tegishli hujjatlari bilan bersa, shu men yuqorida aytib o'tgan qo'mita huzuridagi maxsus komissiyalar bularni imkon qadar qisqa muddatda ko'rib chiqadi va ularning huquqi tezroq himoya qilinishiga olib kelishi mumkin. Aks holda bu umumiy masala qo'yadigan bo'lsa, uni aniqlik kiritish uchun tegishli vazirlik idoralari bilan yozishmalar ma'lumot olinadi. Tegishli o'sha nima deydi? Tanlov, tender savdolarini o'tkaziladigan platformalardan ma'lumot olinadi va bu albatta vaqt talab qiladi. Bu vaqtni ko'rib chiqish jarayonida u tadbirkor murojaat qilingan holat o'zi yakuniga yetgan bo'lib qolishi mumkin. Shartnomalar tuzilgan, tovarlar kelgan va bu o'zini iqtisodiy samarasi pastroq bo'lib qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan biz aytardikki, marhamat, huquqingiz buzildimi? Murojaat qiling. U vakolatingiz doirasida, misol uchun bizda prezident portali bor. Bundan tashqari hamma vazirlik idoralarining o'zlarining misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda murojaat qilish mumkin bo'lgan qisqa raqamlari bor, manzillari bor. Shuni umumiy qilmasdan imkon qadar vakolatli odam, hamma sohaning o'zining regulyatori bor. Shu sohaga murojaat qilsa, qisqaroq muddatda ko'rib chiqib, bu qanchalik ana shu muammoni tezroq, barvaqt oldini olishga imkon tug'iladi. Yechimini topishga va shu raqobatda o'sha yerda raqobatli sharoitni himoya qilgan bo'lamiz. Hurmatli mutaxassisning gaplariga qo'shilamiz. Sud tizimida ham xuddi shu kabi, ya'ni o'zlarini nizolari yuzasidan barcha o'sha vajlarini, dalillarini, asoslantiruvchi hujjatlarini to'liq demak sudga taqdim etilsa, ularning huquqlarini himoya qilish muddatlari demak muddatlari shu qisqarib, huquqlari tezroq demak tiklanish uchun demak shu asos bo'lib xizmat qiladi. Tushunarli, rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun biz siz bilan birgalikda qonunlarning mahalliy aholi va chet elliklarga nisbatan bir xil qo'llanilishi, hech kimda alohida maqomning mavjud emasligi, insofsiz raqobatga yo'l qo'yilmasligi qolaversa, bu boradagi muammolarning qanday hal etilishi haqida gaplashdik, turli savollarga javob oldik. Agarda sizda ham bugungi mavzu yuzasidan turli fikrlar va savollar bo'lsa, ularni albatta izohlarda yozib qoldiring. Adliya TV'ni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.